Amerikadagi nopuzluq kishilik huquq organi bo'lgan Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti dunyoning 2023-yildagi kishilik huquq vaziyatiga oid dokladni e'lon qildi. Bu qitimliq dokladda kishilik huquq dafsandichiliklarining javobgarligini surishtirishdagi yetersizlikning, dunyoning har qaysi joylarida dafsandichiliklarning va krizislarning yanama cho'nqurilishiga sabab bo'layotganligi nuqtaliq yoritilgan. Har yili bir qitim e'lon qilinadigan yillik dokladda Sharq Turkistondagi vaziyatga maxsus sahifa ajratilgan bo'lib, uningda Uyg'urlarga qaratilayotgan va insoniyatga qarshi jinoyat tashkil qilgan keng ko'lamli ziyonkashlikning izchil davomlashayotganligi, turma va lagerlarga qamalgan Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning keng ko'lamda qo'yib berilganligiga doir bir isbot yo'qligi bayon qilingan hamda o'tgan yil ichida ko'zga ko'ringan Uyg'ur tilshunos doktor Raila Davudning davlat bexatarligiga tahdid paydo qilish jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi tilga ilingan. Doklad yana Xitoy hukumatining islom dinini xitoylashtirish qatorliqlar orqali Uyg'urlarni majburiy assimilyatsiya qilayotganligi, hukumatning hozir bu rayonga sayohatchilikni ilgari surib, kelgan sayohatchilarga Uyg'ur madaniyatining tozlangan va kontrol qilingan nusxasini taqdim qilayotganligi bildirilgan. Xitoy Davlatlik energiya boshqarish idorasi 2023-yillik tabiiy gaz ishlab chiqarish sonliq ma'lumotlarini e'lon qildi. Buningga asoslanganda Xitoyning o'tgan yili tabiiy gaz ishlab chiqarish miqdori oldingi yilga solishtirganda 5,6% oshib, 2023-yili 230 milliard kub metrga yetgan. Tabiiy gaz ishlab chiqarishda Slantis gazi va tabiiy gaz gidrat qatorliq o'lchamsiz gazlarning ishlab chiqarish umumiy miqdori 96 milliard kub metrdan oshib, tabiiy gaz ishlab chiqarishning 43%ni egallagan. Hammaga ayon bo'lganidek, Xitoyning energiya ishlab chiqarish xam ashyolari asosan Sharq Turkistonning Tarim va Jo'ng'ar o'ymonligi, Ishki Mong'oliyaning Ordus rayoni qatorliqlardan chiqadi. Yaqinda Xitoyda yuz bergan raketa qismlarining ko'p sondagi yuqori darajalik ofitserlarining chiriklik va poraxo'rlik jinoyati ortib, jazolanishi bilan boshlangan qattiq tozalash harakatidan keyin Xitoy armiyasi ichidagi ba'zi satchiliklar oshkorlandi. Xitoy armiyasining sobiq ofitseri Yao Cheng Erkin Osiyo radiosi muxbiriga armiyadagi keng ko'lamli chiriklik va cheklik imkoniyatlarini oshkorlagan. 2016-yili Amerikada panohlangan Cheng o'zining va boshqa askarlarning boshqariladigan bomba yiqilg'usi ishiltib, nurg'un tamoqlarni pishirganligini aytgan. Turkiya Davlat Ministerligining xabar qilishicha, Iroqning shimoliy qismida Turkiyaga singib kirmoqchi bo'lgan PKK a'zolari bilan bo'lgan to'qinishda yaralanib, doktorxonaga ilib berilgan askarlardan 4 nafari hayotidan ayrilgan bo'lib, jami qazo qilgan askar soni 9 ga yetgan. Ministerlik rayonida harakatning davom qilayotganligini va 15 nafar PKK a'zosining bartaraf qilinganligini uqtirdi. Ministerlik e'lon qilgan birinchi bayonotda hayotidan ayrilgan askarlarning soni 5 deb berilgan. Ammo keyin yana 4 yaralangan askarning o'lishi bilan askarlarning ziyni 9 ga yetgan. Ma'lum bo'lishicha, Berma armiyasi bilan Berma Milliy Demokratik Ittifoq armiyasi, Arakan armiyasi va Tang Milliy Ozodlik armiyasining qurolli guruhlaridan tarkib topgan 3 AKK ittifoqi orasida Xitoyning murassa qilishi bilan urush to'xtatilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Mao'ning bayonotida har qaysi taraflarning Xitoyning g'arbiy janubidagi Yunnanning markazi bo'lgan Kunming shahrida ilib berilgan suhbatda urush to'xtatishga qo'shilganligini e'lon qildi. Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinken Tayvanda o'tkazilgan prezident va parlament saylamidan bir kun burun Washingtonda Xitoy diplomati Liu Jianchao bilan ko'rishdi. Xitoy Kommunist partiyasi xalqaro aloqa bo'limining boshlig'i Liu Jianchao noyabrda San Fransiskoning janubidagi Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik yig'inida Amerika prezidenti Jo Bayden va Xitoy prezidenti Shi Jinping ko'rishgandan buyon Amerikani ziyorat qilgan eng yuqori darajali Xitoy amaldori ekan.